alhamdulillah deyishlik, hamdning barchasi Allohniki. Masalan, insonlarda bizga yaxshilik kelsa ham, o'zi asli bu yaxshilik Allohdan keldi. Alloh kimlardir qalbiga soldi. Kimlardir shu narsaga tavfiq berib hidoyat qildi, bizga yaxshilik qilish uchun. Va Alloh taolo bizni har soniya muhofazasida ushlaydigan zot. Har soniya bizni asrab, avaylab, katta qilib shu holatimizga keltirdi. Quvvat berdi. Va insonni Alloh taolo shunaqa go'zal suratda yaratdi. O'zimiz haqimizda tafakkur qilsak, mana Alloh taolo bir oyatda aytadi-ku, "Avalam yatafakkaru fi anfusihim." Odamlar o'zi haqida bir tafakkur qilmaydimi deydi. O'tirib shunday tafakkur qilish boshlasak o'zimiz haqimizda hisobi yo'q buni. Oxiriga yetib bormaysiz-da, ne'mat shunchalik ko'pligidan oxiriga yetmaysiz. Xo'p, bu ne'matlar hammasi Alloh tarafidan kelyapti, bilib turibmiz. Nega boshqalarga ibodat qilamiz? Robbul alamin mengagina ibodat qil deb turgan paytda, mengagina ibodat qil, menga hech kimni sherik qilma deb turgan bo'lsa,